Navbatdagi mashinamiz Equinox bo'ladi. Bu mashinamiz ko'rib berish xizmatidan foydalanadi. Ya'ni mashinamiz kraska, probeg, motorlar mo'yidi yo'q hamda o'sha probeg radnoy yo'q, ularni ko'rib berdik. Xo'p, mashinamiz salgina achinarli holatda haydalgan, qirilgan, chizilgan joylar juda ham ko'p, lekin mashinamiz old-orqa udalari yo'q, vakuumli ishlari yo'q. Xudo xolasa probeglar radnoy bo'lib chiqdi hamda mashinamiz tiniq motorlargacha. Undan tashqari mijosimizga hamda ishlagan pes olib boramiz. E'tiborli qanaqa qirilgan, mashina qirilganda usta akalarimiz shkurka qilib tashlagan. Shuni bitta narsani yo'qotib berdik. E'tiborli nima bilan yo'qotib berdik? Bron plyonka bilan, ya'ni karbis bron plyonka bilan yo'qotib berdik. Agarda siz mashinangizni bron plyonka tortib yursangiz, mashinangiz mana shunaqa yaltillab, maza qilib yurasiz hamda zesotka, latta, karchel, moyka, suv, hech narsa tanlamaydi. Hamda keramikani rezultatini berib yuradi. Doimo sho'r suvda yursangiz ham. E'tiborli qanaqa qirilib ketgan. Xullas, xudo xolasa mashinamiz tiniq, oldin orqalar udalari yo'q. Equinox 2024-yil ishlab chiqarilgan probeglar radnoy bo'ladi mashinamizni. Xo'p. Akam xudo xolasa olsam mashina sizga olib kelaman. 43121 km yurgan mashinamiz eng fulli bo'ladi. Xudo xolasa mashinani baraga qilsak, olib kelaman, o'zingiz bron plyonka xizmatlar qilib berasiz deb aytamiz. Egalariga buyursin, yaxshi kunlarga minsinlar. 2024-yil mashinamiz, kraskalar yo'q, probeglar radnoy. Stok holatda turibdi mashinamiz. Narxi 30.500 dan 30.000 gacha talashyapti egalari. Ko'pchilik akalarimiz o'rnashamiz. Aka narxni ham aytib o'tib keting, narxlarni ham aytib o'tib keting dedilar. Undan tashqari mashinamizga to'rtta yaxshigina yumshoq balondan bosib o'tib ketganlar. Kimga shunaqa sifatli mashina ko'rib berish xizmatlari kerak bo'lsa, akkurat ideal sifatli olib ko'rib beramiz. Kraska, probeg, motor, katalizator, konditsioner, ya'ni mashina qimmatbaho sanaladigan joylarni barchasini ko'rib beramiz, xudo xolasa. Ekran shapilda avtozapslar, monitorlarga notifikatsiya, xo'sh, Androidlar qilib berish xizmatlari, tablolarga notifikatsiya qiladigan xizmatlarimiz bor. Undan tashqari shu modellar, tonirovka barcha xizmat o'zimizda mavjud. Xo'sh, barcha xizmat bir joyda jamlashgan. Kelaversa sifatli qilib, akkurat qilib, Nayska jamoasi yigitlar ishlarini bitirib beradi. E'tiboringizga sog' bo'lsin.